Aziz Ninsen 1915-yil Istanbulda tug'ilgan. Turk hajviy yozuvchisi, dramaturg. Nafis san'atkor akademiyasi, Marko Poshsho taraqqiyotparvar hajviy gazetasi va boshqa matbuotlar organlarida ishlagan. Nuh kemasi hajviy jurnali nashr etgan. Ko'plab hajviy hikoya, poema va romanlar muallifi. Siyosiy va ijtimoiy hajviy ustasi. Hajviy yozuvchilar xalqaro tanlovlarida Dafna chambari olgan. O'zbekistonda bo'lib o'tgan Osiyo va Afrika mamlakatlarida yozuvchilarning Toshkent anjumanlarida ishtirok etgan. G'aroyib bolalar asari avval sinfdosh bo'lgan, keyin bir-biri bilan boshqa shaharlarga ko'chib ketgan 10 yoshli Zaynab va Ahmadning bir-biriga yozishmalari asosida qurilgan. Yosh bola nigohi orqali kattalarning nojo'ya xatti-harakatlari, o'zaro munosabatlardagi yolg'on, munofiqlik, soxtalarga qanchalik haqqoniy baho berishi, ich-ichidan ularga qarshi isyon ko'tarishi hayotiy voqealar asosida ifoda etiladi.